2025-yilda 800 tonadan oshiqroq biogomz sotdik, xudo xolasa. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa 2025-yilda biogomzlarimizni sotib tugatdik. Hozirda esa bioreaktorimizni tayyorlash ishlarini davom ettirmoqda biza. Bioreaktorimiz 2000 kvadratlik maydon bir yer. Bu yoqda ko'rishimiz mumkin, go'nglarni yuvib chiqib ketish uchun hovuzlar qilingan. Bu yoqda esa traktorlarimiz tekis ishlari bilan band. Lazer qilib turibmiz. 2025-yilda 800 tonadan oshiqroq biogomz sotdik, xudo xolasa. Kelasi yilgi mavsumga 1000 tonna mo'ljallab turibmiz. Biogomz biznesiga qiziqib boshlamoqchi bo'lganlar uchun Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchalari sotuvda bor. Go'sht holatda ham qilib beramiz chuvalchalarni. Bioreaktorimizni tayyorlab oldik. Endi go'nglarni solib yana biogomz ishlab chiqaramiz. Sifatli holda biogomzlar kerak bo'lgan insonlar bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor.